Assalomu alaykum dehqon akalar. Bugun mana Sholikor dehqon akalarimiz shol urug'larini olib kelgan urug'liklarini tayyorlab beryapmiz. Kuch urug'liklar. Atxot kuch urug'lar, kuygan, hosil bermaydigan urug'lar. Elektr saralash qurilmasidan o'tkazdik. Bu sara urug'liklar. Ko'rishingiz mumkin. Dorlash jarayoni. Shol urug'larni dorilayapmiz. Dorilagandan so'ng qurtishga yeganmiz. Xudo xolasa ertalab urug'liklarni dehqon akalarimizga beramiz. Bizda 20% chegirma bor 20-aprelgacha. Sababi 20-apreldan keyin Sholikor dehqonlar bilan shartnomalarimiz bor. Shartnoma bo'yicha ishlaymiz. Keladigan dehqon akalarimiz ishlarga ulgurmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun oldinroq 20-aprelgacha kelinsa 20% chegirmada tayyorlab beramiz.